hoş geldin Navruz. Chiroying shu yerda topmish tabiat. Yaşlar diyarım, O'zbekiston mening mangu bahorim. Xush kelding yangi kun, xush kelding Navruz. Xush kelding yangi kun, xush kelding Navruz. Ey mangu oqibat mehr ayyomi. Xush kelding yangi kun, xush kelding Navruz. Bu do'stlik qo'shig'i, tinchlik salami. Xush kelding yangi kun, xush kelding Navruz. Kamalakka atlas yopmish tabiat. Xush kelding yangi kun, xush kelding Navruz. Chiroying shu yerda topmish tabiat. Izhori senda, qora ko'z turnalar aliyori senda, binafsha boy chechak ifori senda. Xush kelding yangi kun, xush kelding Navruz. Kamalakka atlas yopmish tabiat, so'ngra jilg'ab bo'lib chopmish tabiat. Chiroying shu yurtda topmish tabiat. Xush kelding yangi kun, xush kelding Navruz. Xush kelding yangi kun, xush kelding Navruz. Ey mangu oqibat mehr ayyomi. Xush kelding yangi kun, xush kelding Navruz. Bu do'stlik qo'shig'i, tinchlik salomi. Xush kelding yangi kun, xush kelding Navruz. Kamalakka atlas yopmish tabiat. Xush kelding yangi kun. Jonajon ey o'lkam, aziz vatanam, kindek qonim to'kilganim maskanim. Bayraming muborak, bayram sevganim, quvonchimdan titraydi jon u tanam. Orzular bog'ida sesan mehr berganim, Navruzingdan aylanay xalqim, manam xalqim. Navruzing muborak, yangi kun, yangi yiling muborak. Xalqim, Navruzing muborak, yangi kun, yangi yiling muborak. Sen kelsang qayg'ular ko'rinmas bahor. Hayajonda kutib oldik bahorni, ko'zlarda sevinch, qalblarda nahorni. Yonib yonib dillarda sevinchlar, qalblarda shirin shirin xayollar. Quyoshdan go'zal nurlar sochilar, bog'larimda ochildi gullar. Ko'k bog'laringda go'zal g'unchalar,
bog'u atir gullarni hidlarin taratding sen bahor 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 kelding sen bahor sen qalblarga nur solding bahor go'zal bog'u atir gullarni hidlarin taratding sen bahor dehqon bobolar mehnat mo'l bo'lsin zaminimiz doim nurlarga to'lsin vatanim jonu dilim o'zbegim bag'ringda insonlar yayrab kulsin yurtboshimiz bor yurtimiz tinchdir osmonimiz musaffo va tiniqdir bag'ringda o'sgan go'zal g'unchalar yayraydi yayraydi shunchalar bahor bahor kelding sen bahor sen qalblarga nur solding bahor go'zal bog'u atir gullarni hidlarin taratding sen bahor 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 kelding sen bahor sen qalblarga nur solding bahor go'zal bog'u atir gullarni hidlarin taratding sen bahor 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 kelding sen bahor sen qalblarga nur solding bahor bulbul roz boshladi gullar esan oz eng go'zal pardada yayrayapti soz bu ne mo'jiza deb hayronlar bo'lmang bahor keldi do'stlar bu go'zal bahor bahor keldi do'stlar bu go'zal bahor voy chechaksiz tomon shoshib ketibdi buloqlarning bag'ri toshib ketibdi voy chechaksiz tomon shoshib ketibdi buloqlarning bag'ri toshib ketibdi go'zallik haddidan oshib ketibdi bahor keldi do'stlar bu go'zal bahor bahor keldi do'stlar bu go'zal bahor 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 bu go'zal bahor Ko'kdanalar ko'nkildalar dil yayratib ruhni allalar jonim sizga tasavvur bo'lsin yurtga bahor qaytgan palalar ko'kdanalar ko'nkildalar dil yayratib ruhni
keldi bahoroy. Bahor yasharish fasli, qalblarda jo'shdi ilhom. Mehmonlar xush kelibsiz. Sizga salom, assalom.
aytganlar birgay bahar bahar Qanday bolalar, endi Navro'z haqida gapiramiz. Deylar Navro'z forschasi. Unda umidlik tilak. Borlik bor bo'lsin. Navro'z yangi kun demak. Har xalqning o'z o'lisi bordir yoshar zaman. Bilsangiz aziz do'stlar, Navro'z sharqning bayrami. Farfardir kun nomi bor. Tarixda aytilgan qayd. Navro'z kirib keladi. Kun tun teng bo'lgan pay. Navro'z yerning to'lg'og'i, ham yuraging o'ynog'i. Navro'z mitti boy chechak. Qilmoqda atak chechak. Navro'z
bo'lsin bizga jon. Navruz bayramida hammamiz sumalak, sumalak, sumalak ot. Minglab, minglab, minglab o'g'ilmiz bo'lsin, bo'lsin bizga jon. Navruz bayramida hammamiz sumalak, sumalak, sumalak ot.
emas. Aytishlaricha, ilonda tug'ilganlar aqlli, o'ylab chiqishar ekan. Yana ular qiyinchiliklarni tadbirkorlik bilan yengishar ekan. Universitetdagilar yaqinlarimizga juda mehribon bo'lar ekanlar. Lekin yaqinlari chiqsa, hech narsani ayab o'tirmaydiganlar ham bo'lar ekan. Ana mana bu bolaga o'xshab. Qo'rqur, nima qilyapsan? Nega gullarga ozor berasan? Ilon bola to'g'ri aytyapti. O'simliklarga ozor berish yaxshi ish emas. Aksincha
Mana bizlarga yetdi. Ertadan tursang quyon. Va bizga bo'lsin nishon. Quyonimiz chaqqon chiqdi. Bizlar shunday chaqqonmiz. Bizlar shunday kuchlimiz. Kuchlilar kurash tushsin. Qo'shlarni oling. Qolar Himalay cho'qsin, boshimda tursa Marg'ilon cho'qsin. Oyimda qolar Everest cho'qsin, boshimda tursa Andijon cho'qsin. Tog'lardan mazurman, tog'lardan baland, men o'zbekman, boshqa o'zbek cho'qsin. Tog'lardan mazurman, tog'lardan baland, men o'zbekman, boshqa o'zbek cho'qsin. O'zbekman, boshqa o'zbek cho'qsin. Surxon do'ppi, Andijon do'ppi, Shosh do'ppi, boshga kiysam turar mag'rur bosh do'ppi. Surxon do'ppi, Andijon do'ppi, Shosh do'ppi, boshga kiysam turar mag'rur bosh do'ppi. Dillarga dildosh do'ppi, shoir Chustki Mahmud polvon boshidan arimagan dillarga dildosh do'ppi. Oyimda qolar Himalay cho'qsin, boshimda tursa Andijon cho'qsin. Oyimda qolar Himalay cho'qsin, boshimda tursa o'zbegim cho'qsin. Tog'lardan mag'rurman, tog'lardan baland, men o'zbekman, boshqa o'zbek cho'qsin. Men o'zbekman, boshqa o'zbek cho'qsin. Millat ojidirsan sen azal, o'zligingdan so'ylagaysan har mahal. Asli millat ojidirsan sen azal, o'zligingdan so'ylagaysan har mahal. Afriqayu, Amerikayu har yerda, o'zbegimning faxridirsan eng avval. Afriqayu, Amerikayu har yerda, o'zbegimning faxridirsan eng avval. Oyimda qolar Himalay cho'qsin, boshimda tursa o'zbegim cho'qsin. Oyimda qolar Himalay cho'qsin, boshimda tursa o'zbegim cho'qsin. Tog'lardan mag'rurman, tog'lardan baland, men o'zbekman, boshqa o'zbek cho'qsin. Tog'lardan mag'rurman, tog'lardan baland, men o'zbekman, boshqa o'zbek cho'qsin. Men o'zbekman, boshqa o'zbek cho'qsin. Men o'zbekman, boshqa o'zbek
do'stlik to'qisi. Bahar, bahar, bahar. Dünyadan bir nurli anam bahar, bahar, bahar. Omonlik yusamonlik, hech bilmasam yomonlik, 100 yoshli momolarga boy chechaklar beraylik. Bahorga yarashar gulg'uncha lulab beshak, Navro'zning ilk chechagi, ko'zimi cho'q bo'y chechak. Voy qarang qiraverdi, boy chechaklar bosibdi. Navro'z momoshaylanib qozonini osibdi. Kulib chiqar boy chechak, tong nuriga cho'milib, o'ynab chiqar boy chechak, olqishlarga ko'milib. Balam bastım beraber beraber. Yoluna gülce gülüm, gülüm. Manzara güzel derdin güzel derdin. Gülme gülce gülüm. Aziz o'quvchilar, sizlar bilan tanishganimdan juda ham xursandman. Biz ham. O'quvchilar, bugun siz bahoriy bayramlar, urf-odatlar haqida so'zladingiz. Bularni sizga o'rgatgan ustozlarimiz etuvchi she'rlardan bilasizmi? Albatta bilamiz. Qalblarida mehrdir, so'zlarida sehrdir, ko'zlari to'la quvonch. Aziz buyuk ustozlar, bolalarni sevasiz, bizga ta'lim berasiz, sabr qanoatlisiz, mehridaryo ustozlar. Dasta ko'p tutsam arzimas bu bilimga, barcha ezgulik sizga. Aziz buyuk ustozlar, bizga ona vatanni sevishni, qadrlashni va himoya qilishni o'rgatayotgan ham qadri baland ustozlardir. Haqiqatan ham ular bizlarga shu elga bosh egib ta'zim aylab shukrona aytishni, zarnin choponlarga bino qo'ymaslikni, Dehqonlarga sanatonda yaproq bo'lishni, cho'ponlarga suyangani tayoq bo'lishni, Osmonlarda yurmay xalqqa manfaatini ongu sho'riga o'rgatishni. shu qutlug' kun munosabati bilan barchangizga ona vatanimiz tuprog'ida yashab, qadrdon dargohimizda turib, bosh egib ta'zim aylaymiz va shukronalar aytamiz. Sözlerge hayattan zaman var. Bahar, bahar, bahar. Göklerden Gül bo'lsa cho'rog'on, bolalik ko'rsa shodon, yoqtir bo'lsa keng jahon, chindan bayram bo'ladi. Do'stlik qadrini bilsak, qo'lni qo'llarga bersak, hamma bir bo'lsa desak, doim bayram bo'ladi. Ezgulik hech o'lmasin, yovuzlik yo'lamasin, dunyo
yuksalar yagona bir kirdim asli jon vatan boshini yagona ravshan tinchlikdan davrasin ko'hna jahon birlik ahillik aziz bir inson yangi O'zbekiston bir jon vatan millatlar birlashsa bir qara xalq yaralgaydir shu qandan olamga bir qara nur taralgaydir birlashgan ellarga bir qara xush qaralgaydir ostuda osmonga bir qara Bugun siz uchun eng baxtli, eng quvonchli kun. Chunki ilk uchar yoshidasiz. Mana shu ilohim, mana shu quvonch, baxt, bir umrlik yetuklik sari qo'ygan qadamingiz xayrli bo'lsin. Oxirgi qo'shiqqa aytyapti-ku, birlashsak, bir vatanmiz, bir elmiz. Agar ota-onalar, bolalar birgalikda birlashib ishlasak, biz cho'qqini eng yuqorisi bizning qo'limizda deb hisoblayman. Ravshan va Gulchehra Muhammadovnaga beramiz. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar va aziz o'quvchilar. Bilasizlarmi, xuddi shu O'zbekiston bayramida o'tirganday, shunaqa chiroyli, shunaqa ssenariylaringiz ham ajoyib. Bolalarning ijrosi, o'zini tutishi, hammasi. Mana bugun 3-kuni Muchal yoshidagi o'quvchilarimizni bayramini tomosha qilyapmiz. 3 kun ham biz dam oldik. Sizlarni mana shunaqa iqtidorlaringiz, nafaqat bilimlaringiz, bugun iqtidorlaringiz, iste'dodlaringizni ko'rsatdingizlar. Mana Muchal yoshlaringiz muborak bo'lsin. Ilohim mana shunday Muchalni 10tasini ko'ring. Va mana shu Muchal yoshingizda ota-onangiz bilan birgalikda ustozlaringiz ham sizni mana shunday cho'qqilarga chiqqaningizni, O'zbekistonni faxri bo'lganingizda hammalaringiz bilan faxrlanish bizlarga nasib etsin. Chunki o'quvchining har bir ulkan yoki ozgina yutug'i bo'lsa ham ustoz shundan faxrlanadi. Bu meni o'quvchim deydi. Mana shunday o'quvchi bo'lishlaringizni istardik. O'zbekiston bayroqlarini butun dunyo bo'yicha yoyishlaringizni istar edik.
va doimo siz bilan faxrlanishimizni istardik. Albatta, kimdir shifokor, kimdir o'qituvchi, kimdir zo'r mutaxassis bo'larsiz. Hammangiz hayotda o'rningizni topishni istar edik. Baxtli bo'lishlaringizni istar edik. Ota-onalarga mana shu farzandlarni baxtini bekam ko'z ko'rishlarini istardik. Ilohim mana bugungiday shunaqa shodiyona, shunaqa ko'rkam, shunaqa chiroyli, bejirim, samimiy bolalarimiz bir umrga shunday bo'lib qolsinlar. Bugungi tadbirni tayyorlagan aziz ustozimiz Lobarxon, musiqa ustozimiz va ustozimizga yordam bergan hamma ustozlarga katta rahmat. Mana marhamat, keling Farida ustoz. Juda ko'p mehnat qilgansiz. Bolalarni, o'g'il bolalarni, qizlarni, hattoki har bir she'rini aytishda, she'rdan keyin bolalarni shunday qaddini ko'tarib ketishlarigacha e'tibor berilgan. Men aytyapman-ku, xuddi bayramda o'tirganday bo'ldik. Bolajonlar, sizlarga katta rahmat. Mana biz bilan birgalikda, ustozlar bilan birgalikda ota-onalarimiz ham albatta bizni qo'llab-quvvatlab 11-sinfni tugatayotganimizda ungacha hammasi talaba bo'ladi degan umiddamiz. Chunki mana bu yerda boshlang'ich sinf ustozlari o'tiribdilar. Poydevorni qo'yib berganlar. Keling Muhayyo ustoz. Bugungi mana shu tadbirda sizni ham mehnatingiz bor. Chunki poydevorni siz qo'ygansiz. Mana shu poydevor qanchalik mustahkam bo'lsa, keyingi ustozlar o'sha poydevorga qo'yadigan bilimlari mustahkamlanib ketaveradi. Bolajonlar, ko'z tegmasin. Muchallaringiz bundan ham go'zal bo'lsin. O'zingiz doimo bizni xush kelibsizlar, hurmatli ota-onalar. Yana bir marta ko'rganimizdan xursandmiz. Mana shunday bolajonlar bilan faxrlansak arziydi. Bunda sizni ham hissangiz juda ham katta. Siz borki, biz ustozlar mana shunday bolalarni voyaga yetkazamiz va ularni quvonchiga doim sherik bo'lamiz. Xush kelibsizlar yana bir marta. Bayramlaringiz muborak. Assalomu alaykum aziz otalar. Assalomu alaykum aziz bolajonlar. Shunday quvonchli kunda sizlar bilan uchrashib qolganimdan xursandman. Avvalambor dunyomiz tinch bo'lsin. Tinch diyorda mana shunday xursandchiliklar, mana shunday to'y tomoshalar yarashadi. Usmonimiz musaffo bo'lsin. Bolajonlarimiz baxtiga ota-onalari sog' bo'lsin. Bolajonlarimiz har doim o'qib o'rganishdan charchashmasin. Ustozimiz aytganlaridek bir umr mana shunday go'zallikcha qolsin bolalarimiz. Ana olim bo'lar, shifokor bo'lar, o'qituvchi bo'lar. Eng asosiysi odam bo'lsin. Biz odamiylikni yo'qotmaylik, insoniyligimizni yo'qotmaylik. Qayerda bo'lsa sog' bo'lsin. Bularning o'zgina yutuqdan ham biz quvonamiz. Bular katta bo'lsa, mana 11-sinfgacha nasib bo'lsa bir gapza. Buni bitirib ketsa ham qayergadir bularni yutug'ini ko'rib, eshitib qolsak, xursand bo'lamiz aytganlaridek o'quvchimiz deb. Lekin birov noxush o'tsa bo'lsa, juda ham o'qituvchiga tegib ketadi. Xuddi farzandlarimizday bular. Men bundan oldingi sinfimni o'quvchilarga ham aytganman. Mayli, yutuqlaringiz o'zlaringizniki, eshitsam xursand bo'laman. Lekin birov noxush voqea eshitsam, orqalaridan o'qtarib borib, o'zim jazolab kelaman deganman. Xafa bo'lmaysizlar deganman. Bular bizning farzandlarimiz. Ko'z tegmasin, ulg'ayishsin, o'z o'rinlarini topishsin, ota-onalar baxtiga sog' bo'lsin. Assalomu alaykum aziz ustozjonlar, aziz bolajonlar, ota-onalar, hammalaringizni kirib keladigan Navro'z ayyomi bilan qutlab ketaman. Ana shu Navro'z ayyomi har birimizning hayotimizda, oilamizda yangiliklar olib kelsin. Ana shu bolajonlarimiz mana ilk uchar yoshlarini nishonlayotgan ekanlar. Ularni bundan keyingi uchar yoshlarini doimo ota-onalari ardog'ida sog' salomat, baxtli
saodatli bo'lib, kelajaklari porloq bo'lib, jamiyatimizga ajoyib kadrlar bo'lib yetishlarini istagidaman. Ana shu istaklar orasida ularni kelajakda kim bo'lishlaridan qat'iy nazar odamiy inson bo'lib, xalqimiz xizmatda bo'lishlarini kutib qolamiz. Bularga shunday ajoyib tarbiyani bergan aziz ustozjon boshlar sizga ming rahmat. Aziz ustozjon boshlarimiz o'qituvchilari sizga ham ota-onalar nomidan, o'z oilam nomidan, farzandlarim nomidan tabriklayman. Sog' salomat bo'ling. Ko'p bunaqangi ajoyib o'quvchilarning yetakchisi bo'ling. Siz esa direktor xonim. Yosharib, qizlarday doim sog' salomat bo'lib ana shu mana siz agar rahbar yetakchi bo'lib bilsa, ustoz unga orqasidan ergashadi. Ajoyib yetakchi ekansiz. Ular siz ortingizdan doimo faxrlanib xizmatingizda bo'lsinlar. Biza nima niyatlaringiz bo'lsa, nima tilaklaringiz bo'lsa, baham ko'rishib, bolalarimiz kelajagi uchun nima xizmatimiz bo'lsa, ayamaymiz. Ana shunday kunlarda doimo yaxshi kunlarda o'tirishlik bolalarimizga, sizlarga, ota-onalarga nasib etsin. Kelajakda ajoyib o'g'il-qizlar bo'lishlaringizni tilab qolamiz. Bu muchallarni bir nechtasini ko'rib, xalq uchun, vatan uchun xizmatkor bo'lishlaringizni hamma istaydi. Ota-onalar nomidan hammalaringizni tabriklayman.